assalomu alaykum deb kutib oladigan uchastkamizga yetib keldik syomkasiga. Bu uchastka menimcha har bir o'zbekning orzusidagi uchastka bo'lsa kerak. Chunki uchastka juda ham chiroyli, haybatli hamda hashamatli. Xo'p, uchastkaga kelsak, 8 sotixdan iborat, 8 xona, 3 ta sanuzel ekan, 2 ta kuxnyasiga iborat, hamda sanuzeli ham tashqarida ham bor, ichkarida 2 ta sanuzeli bor. Xo'sh, basseyni hamda saunasi ham mavjud. Bularni hozir barchasini birgalikda asta-sekinlik bilan ko'rib chiqamiz. Xo'p, kirishimiz bilan kattagina darvozaxona, mashina qo'yish uchun joy. Bu yerda kichkina bog', bu yerda yana o'zingizning fantaziyaga yarasha archa yoki shunga o'xshash narsa qilishingiz mumkin. Uyimiz fasadiga e'tibor beramiz. Ustalar o'zini mehnatini ham qurilish materiallarini ham ayamaganligi shundoqqina fasaddan ko'rinib turibdi. Chunki juda ham chiroyli. Xo'p, endi polni yer kafel bilan ta'mirlangan. O'zi men shu darvozani ruchkasini ushlaganimdan sirazi bildimki, darvozamiz ham arzon darvozalardan emas. Juda ham sifatli, skromli, hech qanaqa jimjimador emas, chiroyligina darvozaxonalardan. Darvozaxonamizni o'zi ham juda ham katta, haybatli. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, naqshlardan ishlov berilgan, to'liq atachento. Bu menimcha tahsinga loyiq, chunki atachento qimmat narsa hamda juda ham chiroyli ko'rinish beradigan narsa. Xo'sh, kafel qilingan, bu yerlarni ko'rishingiz mumkin, zalatistik qilingan polni tepa polностью figuralar berilgan, juda ham ajoyib tarzda figuralar berilgan. Qandilga men o'zim biror xil ta'rif aytishim shart emas. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli qandil. Xo'sh, kelaveramiz. Bu yerda ham xudo xolasa agar ushbu uyni oladigan inson xudo xohlasa ikkitalab mashina olsa ham bemalol sig'adi. Juda ham katta kiraverish. Gelik bo'lsa ham sig'adi. Xo'sh, gullarimiz terilib qo'yilgan. Har xil to'y, bayramlarga shunday ikki tomondan terilib qo'yilsa, juda ham chiroyli marosimni o'tkazib olishingiz mumkin. Xo'sh, bu yer esa bog'imiz hovlimizga yetib keldik. Bu tomon uchastkamizning o'zi 2 etajlik. Ko'rishingiz mumkin. Balkoni ham bor tepada. Hali bunga to'xtalib o'tamiz video davomida. Bu yer esa bog'. Ertalab turasiz, sahardan suv sepib, bog'ingizga parvarishlab turishingiz uchun ajoyib. Menimcha hamma orzu qiladi. Tinchlik, sokin. Keyin yana bir narsa aytaman. Bu yerlar juda ham havosi chindan ham toza ekan. Men shunisiga tan berdim, chunki men shahar ichida o'sha 2 yillab shahar ichidan chiqmagan insonman, hamda bildim havoda juda ham kerakli narsa ekan, kislorod ko'p, juda ham toza havo. Xo'p, kelaversak bu yerda. Bu yerda hali basseyn eng menga yoqqan tomoni, buni hali ko'rsatib o'taman. Xo'p, bu yer tapchan qilingan. Bemalol agar kelib nevaralaringiz bilan o'tirish uchun, o'tirib, o'ynab, boshqa qilish uchun joy. Bu yerda esa letni kuxnyamiz uchun joy. Bu yerda hamma narsa o'tgan, suv, puv, hamma narsa o'tgan. Endi to'liq o'tib aytishim shart emas menimcha, juda ham bu yoqlar ham полностью atachento qilingan. Tashqaridagi sanuzelimiz. Operator kelib ko'rsatishingiz mumkin. Kichkina, yaxshigina kafel qilingan, pastlari marmar qilingan ekan. Chiroyli, baribir bo'lgani yaxshi. Yerlar kafel qilingan. Mana o'zimga juda ham ma'qul kelgan. O'zimni doim orzu qilganim uyimda basseyn, sauna bo'lishi. Mana bizning basseynimiz. Bu yerlar ham kafel qilingan ekan. Basseynimiz juda ham menimcha 2 metr bo'lsa kerak, adashmasam agar 2 metr bo'lsa kerak, juda ham ajoyib, bahalavat. Bu yoqda saunamiz.
pulti bor, pult bilan har xil rangga o'zgartirishingiz mumkin. Saunamizda tapchkalari ham hali kiyilmagan, paketdan ochilmagan hali. Saunani ichida bo'ladigan barcha sharoitlar mavjud. Xo'sh, endi bu yoqda Ariston katyol bor. Barcha shu uyni ta'minlab turuvchi texnikalar hammasi shu yerda mavjud, jamlangan. Jalyuzi qilingan. Men e'tibor berdim. Hamma yo'lda jalyuzi qilingan. Skromli, ko'zga ko'rinmaydigan chiroyli jalyuzilardan. Eshiklarimiz akvadan qilingan. Buni aytmasam ham ko'rib o'tdingiz. Xo'sh, endigi navbat uyimizning ichki qismiga. Ichki qism juda ham til ojiz. Ta'riflashga til ojiz. Shunchaki. Xo'p, chiqishimiz bilan bu yoqda endi ayvoncha deymizmi, endi shunaqa joy. Bu yoqdan kirishingiz mumkin kuxnyaga, ichkaridan ham kuxnyaga kirishga yo'l bor. Endi ichkariga kiramiz, uyimizning ichkarisiga. Xo'sh, uyimizning ichkarisi juda ham hashamatli. Ko'rishingiz mumkin. Hashamat deganda men ko'z oldimga shu uchastkani keltirsam ajab bo'lmaydi, chunki ko'rishingiz mumkin. Oshcha ta'rif emas, lekin men ta'rif bilan yanada chiroyliroq qila olaman. Bu yer birinchi xonamiz. Birinchi xonamiz rang ajoyib tanlangan. Juda ham ajoyib tanlangan rang. Tepalar ham ajoyib figura berilgan, qandil mavjud. Pardalarga lekin qayerdan qilganlar egasi bilmayman, lekin baribir egasidan so'rayman. Shunaqa pardalardan qilishga hamma qarindoshlarimga ham maslahat berishim aniq, chunki juda ham chiroyli pardalardan qilingan. Xo'p, zalatistilardan qo'yilgan, ko'zga ko'rinmaydi, lekin bir vaqtning o'zida juda ham chiroyga ko'rib qo'shib turgan narsa bu zalatisti bo'lsa kerak. Bu yer ikkinchi sanuzilimiz. Strali mashinka bor ekan, hamda rakvina, unitas, vanna. Vanna ham juda ham katta. Zalatisti smestitellardan qo'yilgan. Xo'p, bu yerda endi hamma joyda ko'rgan rangimiz zalatisti bo'lgani bilan bir vaqtning o'zida zalatistini ifoda qila olgan ko'zguyimiz. Ajoyib ko'zgu. Ana bu yer. Bir zum to'xtang operator, men sizga bir narsa aytib o'tay. Hamma endi ko'p e'tibor buni hashamat bilan ko'zga ko'rinmasligi mumkin, lekin buni eshiklari ham anoyi eshiklardan emasligini men ruchkasidan ko'rishim, uni qo'limda ushlab bilyapman sifatini qanayligini. Endi men eshiklar borasida ekspert emasman, lekin bu eshik yaxshiligiga ishonchim komil. Xo'p, kiramiz. Oshxonamiz maloshniy rangda ta'mirlangan oshxonamiz, zalatisti bor. Xo'p, deyarli 3 qavatli mebel, oshxona mebeli qilingan. Xolodilnik mavjud. Menimcha o'zi uy olgan bilan uyni ikki xil joyi bor. Shunday yashaydigan joylar, ikkinchisi asosiy katta joy bu oshxona. Chunki ayollarimizning ko'p vaqti oshxonada ketadi. Bu bizni ko'nglimizni, kayfiyatimizni yanada oshirish sababli. Va shunga yarasha oshxona ham chiroyli bo'lishi zarur deb hisoblayman. Oshxonamiz juda ham chiroyli, gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerda qo'yish uchun narsalar qo'yish uchun joy mavjud. Bu ham chiroyli oynalardan qilingan ekan. Jalyuzi. Bu yoqdan ham kirishda joy bor. Xo'p. Hali tepaga to'xtalib o'tamiz. Ungacha men sizga ana bu uyni ham ko'rsataman. Bu uyda aboy qilingan, aboy yaxshi aboydan qilingan. Endi juda ham bachkan emas, chiroyli aboylardan qilingan. Yana e'tiborim bittada tushgan narsa parda. Pardasi ham chiroyli. Qandilga alohida e'tibor beramiz. Qandil ham hammasi ajoyib chiroyli qandillardan qo'yilgan, raskoshli, hashamatli ko'rinadigan qandillardan. Xo'p, kiraverish holimiz ham
maloshli rangda ekan. Endi men tasavvurimda hozir obzor davomida tasavvurimda bir narsa keldi. Men Amerika filmlarida ko'rganimda ko'pincha ballar bo'ladi, har xil bayramlar bo'lgan payti bu yoqda har kim o'zi bilan o'zi ovora bayram bilan bo'lgan payt ana bu yerdan har doim bayram egasi kimning tug'ilgan kuni bo'layotgan bo'lsa yoki kim munosabat bilan bo'layotgan bo'lsa ana shunaqa ostonadan chiroyli ko'ylaklar bilan kirib kelgani ko'z oldimga keladi va shu uyni ko'rib ham shunaqa xayollar bir payt xayolimdan o'tib qoldi. Buni ham ko'rishingiz mumkin, maloshli rangda zalatistik qilingan. Bu yoqda ham katyonlar mavjud. Hozir svetini topish kerak buni. Topdim. Mana katyonlar mavjud. Endi ichkariga kirish emas. Asosan tushundingiz, bu yer nima vazifa bajarishini. Xo'p. Operator bitta e'tiboringizni mana shu pardalarga ham ko'rsatib o'ting. Pardalar ham juda chiroyli. Arkadan eshiklar qilingan. Tepada har xil svetlar yonyapti. Bu ham chiroyli, lekin bir vaqtning o'zida biroz meni tabimga o'tirmagan narsa shu svet yonib turgani. Bitta rang bo'lsa juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'p, chiqishimiz bilan juda sifatli, juda ham sifatli, chiroyli hamda hashamatni bir vaqtning o'zida ham oddiylik hamda hashamatni ko'rsatib biladigan rangdan qilingan. Xo'p, operatorimiz ehtiyot bo'lib tepaga chiqqunicha biz ranglarni aytib o'taman. Bu yoq ham maloshli rangda qilingan. Oynamiz mavjud. Oynamiz boyagidek shu zalatistik oynada hamda chiroyli oyna qilingan. Derazamizda jalyuzi qilingan. Yana aytib o'tishim kerak, uyimizning manzili Kanechka Moshun bozorida joylashgan. Buni plyuslarini aytsam men, o'z video davomida aytib o'taman. Bu uyimizning plyuslari tinch joy, toza havo hamda juda katta kvadratda joylashgan uyimiz. 2 qavatli qurilgan 300 metr kvadratda hamda narxi juda ham arzon. Narxini albatta oxirida aytib o'taman. Qandilimiz juda ham chiroyli qandil. Endi menimcha video davomida juda ham chiroyli degan so'zni ko'p ishlatishim mumkin. Bunga e'tibor bermasligingizni so'rab qolaman. Shunga yarasha uy. Meni ilojim yo'q. Men sizlarga qanday bo'lsa ham shunday ko'rsatib o'tishim kerak. Bizni yana oyna qarshilab oldi. Bu yoqda bitta xonamiz, sanuzilimiz, yana bitta xonamiz, bu yoqda ham xona va u tomonda kladovka bilan yana ikkita xonamiz mavjud. Ungacha biz siz bilan balkonni ko'rib chiqamiz. Oftob shundoq yuzimga urilib turibdi. Bu kislorod deyiladimi, endi aniqini bilmayman, juda ham, lekin oftobga qarab turish foydali narsa. Balkonimiz. Bu yoqda mexki mebel emas, aylanib turadigan, xuddi kachalarga o'xshagan mebel bor. O'shanaqa mebeldan qo'yib, bemalol kofechani damlab, ertalab yoki oqshom payti chiqishingiz menimcha juda ham ajoyib atmosferada 2 barobar maza qiladigan narsa. Endi menga o'z sizlarimning boshqa so'z keldi va u ruscha bo'lgani sababli men aytmaslikni qaror qildim. Bu yer ham juda ham chiroyli ta'mirlangan. Endi ko'rdingiz, hozir operatorimiz ko'rsatib o'tdi. Hamma yoq daraxt, ko'kalamzor. Pastimiz kafel qilingan. Xo'p, kirishimiz bilan bu xonamiz. Endi menimcha bu xonani agar spalli sifatida ishlatish mumkin bo'lsa, men bu xonani qizlarning spalli sifatida ishlatish mumkin. Chunki rangi juda ham nejli hamda chiroyli rang ekan. Qandillarimiz chiroyli. Aytib o'tishim shart emas. Uje birinchi navbatda kirganimizda pardaga qarayapsizlar. Hatto bu uyning pardasi yomon bo'lishi mumkin deyishingiz mumkin. Yo'q. Hammasi chiroyli pardadan qilingan. Uyning egasi bu uyni o'zi uchun ta'mirlagan, hali lekin o'zi yashamaganligini
Shuni yaqqol videodan sezishingiz mumkin. Men shundoq sezdim. Siz videodan ko'rib sezishingiz mumkin. Uyimiz juda ham chiroyli ta'mirlangan. Xo'p. Endi sanuzilimiz, o'sha sanuzil, o'sha kattalikdagi sanuzil, o'sha narsalar bor. Operatorimiz to'liq shart ko'rsatib o'tishi shart emas. Ko'rdingiz, o'sha narsalar bor. Ana bu yer esa yana bitta xonamiz. Bu xonamiz biroz derskiy svetda qilingan ekan. Buni qora, nima desam bo'lardi? Zakriti, yopiq rang. Endi ruschani o'rniga o'zbekcha gapirishim ma'qul bo'ladi, chunki O'zbekistonda yashaymiz. Yopiq rangda qilingan. Menimcha bu kattalar yotoqxonasi bo'lishi mumkin. Juda ham katta. Bu yerda turmoni qo'yish mumkin, ayolingiz ertalab o'ziga oro berishi uchun. Juda ham chiroyli menimcha. Bir vaqtingizda chiroyli. Pardalar ham juda ham chiroyli. Bo'lib bu safargi xonada pardani aytib o'tmayman. O'zingiz baho berasiz. Xo'p. Endi bu yana bir xonamiz. Sanadingizmi nechta xona bo'ldi? Sanagan bo'lsangiz kommentga yozib qoldiring. Xo'sh, bu yoq maloshniy rangda, skromniy rangda. Ancha pastlari kafir qilingan chiroyli xonasi. Ana endi to'ridan borsak, bu chap va o'ng tomonda ikkita xonamiz, to'rida kladovka. Mana bitta kichkina xonamiz, detskiy bu, aniq, yuztalik, pardalari chiroyli. Bu ham bitta xonamiz. Bu ham chiroyli ta'mirlangan. Buni lekin qandili biroz neobishniy ekan, lekin menga har qalay yoqdi. Xo'p, yana uyimizni kladovkasi qolibdi. Kladovka. Yana men aytishim mumkin, buni garderob qilsangiz, ikki tomondan ikki xil mebel qo'yib, podsvetkalar qo'yib garderob qilsangiz, menimcha juda ham ajoyib garderob bo'ladi. Men o'zimning fikrimni ko'p uylarda ko'rganman. Operatorimiz ham birinchi kelganimizda shu ko'rib, agar menga berganda shu uyni chiroyli qilib garderob qilib beraman degan edi. Ko'ramiz, agar uyni olgan odamga qilib beradimi yo'q, fotodan chiqadimi yo'q, videodan keyin aytaman. Xo'sh, endi uyimizni yana qaysi qismi qoldi? Keling balkonda o'ylaymiz birgalikda. Ungacha men sizga ma'lumotni aytaman. Men hozirgacha endi birinchi marta obzorga chiqishim va siz uchun bittada o'zimga kelgan gap, fikrimga kelgan gaplarni o'zimni nutqlik sanatim orqali gapirishga harakat qildim. Menimcha bunga kommentda izohga yozib qoldirasizlar qanaqaligi haqida. Lekin men o'ylashim bo'yicha o'ndan 7 beraman o'zim uchun. O'zimni o'zim maqtashim, buni tushunsa bo'ladi. Xo'p, men shuncha obzor qilib berdim sizlarga. Mendan tashqari yana bir obzor qiladigan blogerimiz mavjud. Bizning mehnatimizni agar ijobiy qabul qilsangiz, bizni qo'llab-quvvatlashni, qanday qo'llab-quvvatlashni bilmayotgan bo'lsangiz, bizga shunchaki like bosing, obuna bo'ling hamda kommentda o'zingizni ijobiy fikrlaringizni yozib qoldirishingizni juda xohlayman. Endi men sizga ma'lumotni aytib o'tsam uyni ma'lumoti. Uyimiz $220,000 ga baholanadi. 8 ta xona, 3 ta sanuzil hamda basseyn, sauna nima desam bo'lar ekan? Darvozaxonasi, bog'i, tapchani, letniy va zimniy kuxnyasidan mavjud. Agar sizga uyimiz yoqqan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.